Hammaga salom. Bugun sizlar bilan g'ayta shirinlikni tayyorlaymiz. Bunimizga kerak yog'li margarin hamda smetana, tuxum sarig'ini solib, bitta qarshi olamiz va sehrgarlik qilamiz. Alohida idishga shakar, kakao, koritsa va xohishga ko'ra maydalangan yog'ni solib, aralashtirib nachinka tayyorlaymiz. Boyiga xamirni 3 ta bo'lakka bo'lib olib, bir tekisda yoyamiz va ustiga tuxum sarig'ini surtib, nachinkani solamiz, chiroyli qilib rulet shaklida o'rab olamiz. Va xohishga ko'ra, xohlaganimizdek qilib kesib olamiz. Mana shunday qilib kesib oldim. Uni listimizga joylab, ustidan tuxum sarig'ini surib olamiz va duxovkaga qo'yamiz. 35-40 daqiqada pishib chiqadi. Tayyor shirinligimizni olib, issiqligini dasturxonga tortamiz va judayam ajoyib shirinligimiz tayyor bo'ladi. Va like bosinglar.